Mana shu narsalarimiz hammasi 50 ming so'mdan keling, ko'p ketasi hammasi yangi pachka ochilmagan Turkiya naboylari. Hammasi super mo'yshi, qaychida. Hech nima yaqindan ham ko'rsatamiz. Hech narsa bo'lmaydi. Bular juda ham qalin avval. Ko'pchilik 50 mingga haligi eski zamonda bo'lardi bular. Bular hammasi yangi bo'ladi. Hammasini shilib chiqamiz, hech narsa shirinmaydi. 50 ming so'mdan, hammasi 50 ming so'mdan. Mana Atachenta, gullik. Hammasi bor. Bularning hammasini rasmlarini men Telegramga joylab qo'yganman. Ekranda nomerga yozinglar. Undan tashqari 70 ming so'm ham bor. Bu 70 ming so'mlardan xuddi shunaqa. Hech narsa. Yaqindan ham ko'rsam bular. Shilingani yo'q mana. Bu ham shilinmaydi bular. Qalin 5 kilo chiqadi. Mana bularimiz ham 70 mingdan. Deb qo'yishimni o'tgan safar ham reklama qilganman. Любой hozir skidka deyotgan bo'lsa boring, qo'lingizda shilsa shilinib ketadi. Bizniki